17 qism. Zilya Sherryni ko'tarib maktab shifokori Elenaning oldiga olib boradi. Elena xonasida kitob o'qib o'tirgan edi. Zilya Sherryni hushsiz olib kelganidan xavotir oladi va uning qo'lidan Sherryning darhol o'q kirgan tomonini tepaga qilib yotqizib qo'yadi. Zilya: unda hammasi yaxshimi? Uni davolay olasanmi, Elena? Elena, bu o'q bizning dunyodagi iblis sehridan ham qora sehr bilan to'ldirilgan. Agar oddiy odam bilan zarba berilsa, eng uzog'i bilan 1 soatda joni uziladi. Silya: unda nima qilamiz? Shu vaqtda xonada portal ochiladi va ichidan yopinqichdagi odam chiqdi. Qiz bola. Uning yuzi ko'rinmas edi. Uning yopinq'ichi og'zidan tashqari hamma joyni yopib turar edi. Elena: san kimsan? Yopinchiqdagi odam: men shunchaki unga yordam bermoqchiman. U shu yerga yaqinlashadi va qo'lini o'qqa tekkizadi. O'q havoda parchalanib ketadi. Keyin qo'lini o'q kirgan joyini ustiga qo'yadi. Shu zahoti uning qo'lidan qora sehr ajralib chiqib, Sherryning tanasini o'rab oladi va yara bitadi. Yopinqichdagi odam esa g'oyib bo'ladi. Sherry o'ziga keldi. Silya: Sherry, o'zingga keldingmi? Hammasi yaxshimi? O'zingni qanday his qilyapsan? Sherry: meni kim davoladi? Elena: bilmaymiz. Hozir yopinqichdagi odam paydo bo'ldi va seni davolashini aytib davoladi va g'oyib bo'lib qoldi. Sherry: tushunarli, unday bo'lsa men ketishim kerak. Sherry ichida: demak, bu dunyodagi iblislar hukmdori juda kuchli ekan-da. Qani ko'ramiz. Uni kuchini va Ringa rahmat aytib qo'yishim kerak. Silya: qayerga ketasan? Sherry: ba'zi bir ishlarim bor edi, deb xonadan chiqib ketadi. Sherry xonadan chiqib ketib, maktab darvozasi tomon yo'l oladi. Keyin derazadan ham chiqadi. So'ng o'q otilgan tomonga boradi. U yerga borganida hech kim yo'q edi. Sherry: rahmat, Rin. Uning orqasida yopinqichdagi haligi odam paydo bo'ladi. Rin: xo'jayin, men sizning sobiq odamingizman. Rahmat aytishingiz shart emas. Iblislar hukmdori yuborgan qotil allaqachon ketib bo'libdi. Endi nima qilamiz? Sherry kulib: nima bo'lsa ham bo'ladi. O'z ishimiz bilan band bo'lib, minani himoya qilishga e'tibor qaratishimiz kerak. Rin: nima uchun? Sherry: menimcha, iblislar hukmdorining odamlardan biri kelajakni ko'ra oladi va kelajakda iblislar hukmdorini tabiat sehri orqali o'ldirganligini ko'rgan. Undan tashqari, o'sha qiz juda yosh bo'lgan, shuning uchun o'sha qizni mina deb o'ylayapti. Bilmaydiki, uni o'ldiradigan qiz menman. Rin: tushunarli, nima qilishim kerak? Sherry: ruhga aylanib, doim mina bilan yur. Biron narsa bo'lsa menga xabar ber. Rin: xo'p. Sherry maktab hovlisiga kirib kelganda, u yerda hali ham ritsarlar va ba'zi o'quvchilar hushyor turishardi. Silya va Dante uni uzoqdan ko'rib, darhol yugurib kelishdi. Dante hayrat va quvonch bilan: Sherrysan, sen qanday qilib darrov oyoqqa turib ketding? Doktor Elena sen kamida 1 hafta yotish kerak degan edi-ku. Sherry xotirjamlik bilan: yaram unchalik chuqur emas ekan, shunchaki biroz holsizlandim xolos. Hozir juda yaxshi his qilyapman. Silya Sherryning ko'zlariga shubha bilan qarab: o'sha yopinqich qiz, u seni qanday davolaganini hali ham tushuna olmayapman, lekin asosiysi sen omon qolding. Maktab qalqonni hozircha olib tashlamaymiz. Sherry bu holatdagi Ringa ishora qilib ichida: Rin, hozircha hamma narsani kuzat, ayniqsa minani yonidan bir qadam ham uzoqlashma. Rin ruh shaklida, faqat Sherryga eshitiladigan ovozda: xo'jayin, bajarildi, men allaqachon uning soyasidaman. Sherry sinfga kirganda mina yurib kelib, uni mahkam quchoqlab oldi. Uning ko'zlari ham yoshli edi. Mina: Sherrysan, meni kechir.
hammasi men tufayli bo'ldi. Agar meni tarbiya yubormaganingda Sheri Minaning boshini silab jilmaydi. Xavotir olma, Mina. Men shunchaki o'z vazifamni bajardim. Endi hech narsadan qo'rqmam. Seni hech kim xafa qila olmaydi. Shu payt Sheri chetda turgan Liliga ko'z tushdi. Lili nimadir yashirayotgandek Sherining ko'zlariga qaramaslikka harakat qilardi. Xonaga ustoz kirdi. Ustoz ularga avval o'tmagan edi. Ustoz o'sha kundan boshlab ularga dars o'tadi. Chunki ularni o'qituvchisi hech kimga aytmasdan qayergadir ketgan edi. Ustoz tabiiy fandan o'tadi. Sheri ustozni ko'rib pinagini ham buzmadi. Tabiiy fan darsidan so'ng hammasidan chiqib ketdi. Faqatgina Mina va yangi o'qituvchi, erkak kishi o'qituvchi. Bu maktabga nima uchun kelganingni unutma. Agar bizga xiyonat qilsang yoki birontasiga cho'rib qaytsang, o'sha zahoti ota-onang o'ladi, qizaloq. Mina: men bu haqida birontasiga aytib jinni bo'lganim yo'q. Sheri sizlarga nima qildi? Nima uchun u bilan do'st bo'lib, uning sizlarga aytishim kerak. Sirini sizlarga aytishim kerak. O'qituvchi: agar bunday qilmasang, ota-onangni qaytib ko'rmaysan, dedi va xonadan chiqib ketdi. O'qituvchi xonadan chiqib ketgandan so'ng Mina yolg'iz qolib, stulga o'tirib yig'lab yuboradi. Lekin u xonada haqiqatdan ham yolg'iz emas edi. Rin ruh shaklida Sherining miyasiga xabar yuboradi. Xo'jayin, vaziyat jiddiy. Yangi o'qituvchi dushman. U Minaning ota-onasini garovga olgan va sizni o'ldirish uchun ma'lumot to'playapti. Mina hozir juda yomon ahvolda. Sheri ko'rda ketayotib ichida javob beradi. Demak, o'yin qiziq tus olyapti. Ular mening zaif nuqtam, do'stlarim deb o'ylashyapti. Rin, hozircha o'zingni bildirma. Mina menga hammasini o'zi aytishini kutaman. Agar u aytmasa, o'sha ustoz bilan o'zim shug'ullanaman. Shu payt Sheri koridorda o'sha yangi o'qituvchi bilan to'qnash kelib qoladi. O'qituvchi makrana jilmayib: salom Sheri, men sening yangi ustozingman. Ismim Jan. Eshitishimcha, sen bu maktabning eng iqtidorli o'quvchisi ekansan. Sheri: sovuq va xotirjamlikman. Shunday deyishadi. Umid qilamanki, darslaringiz zerikarli bo'lmaydi, Jonson. Chunki men zerikarli narsalarni yoqtirmayman. Ayniqsa, o'zini o'qituvchi deb tanishtirgan mehmonlarni. Jonsonning yuzidagi tabassum bir soniyada qotib qoladi. Sheri gapini tugatib sinfxonaga ketadi. U eshikdan kirdi. Bu vaqtda Mina o'zini qo'lga olgan edi va joyida o'tirgandi. Sheri ham o'zining joyiga o'tirib oladi. Mina: Sherisan, senga bir narsani aytmoqchi edim. Sheri: nimani aytmoqchisan? Tinchlikmi? Mina: ha, tabiiy fan ustoz senga yoqdimi? Sheri: menga o'qituvchining qizi yo'q, shu xolosmi? Mina: agar seni ota-onangni asirga olib, seni zodagolar maktabiga joylashtirib, bir qiz bilan do'stlashib, u haqida ma'lumot aytib berasan deyishsan, nima qilgan bo'lar eding? Sheri: xo'sh, menimcha o'sha qizga bu haqida aytaman. Nima, biron bir muammo bormi? Aytaver, qo'rqma, men senga yordam beraman. Mina: menda shunday vaziyat bo'lyapti, nima qilishni bilmayapman. Meni kechir, men seni sotish niyatim yo'q, Sherisan, deb yig'lab yuboradi. Sheri: hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lashni bas qil va bu haqida hech kimga og'iz ochma. O'zim hal qilaman, va'da beraman. 17-qism tamom.